Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomizda sizni juda muhim va shaxsan har biringizga tegishli bo'lgan bir mavzu bilan tanishtirmoqchiman. Agar siz hozirda pensiyada bo'lsangiz, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz yoki shunchaki oilangizdagi keksa kishilarning kelajagi haqida qayg'urayotgan bo'lsangiz, unda ushbu video aynan siz uchun. Men sizni ogohlantirmoqchiman. Bugungi ma'lumotlar shunchaki navbatdagi yangilik emas. Balki sizning pensiyangiz miqdori va kelajakdagi farovonligingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadigan fundamental o'zgarishlar haqida. Bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Chunki unda keltirilgan har bir detal sizning pensiya ta'minotingizni tushunish va uni optimallashtirish uchun kalit bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib boradi. Pensiya indeksatsiyasi. Ilgari va hozirgi o'zgarishlar keling. Avval pensiya indeksatsiyasi nima ekanligini va u ilgari qanday ishlaganini qisqacha tushuntirib beray. Oddiy qilib aytganda pensiya indeksatsiyasi. Bu pensiyalar miqdorining inflyatsiya sur'atlari yoki o'rtacha ish haqi o'sishiga mos ravishda oshirish jarayonidir. Buning asosiy maqsadi pensiya oluvchilarning xarid qobiliyatini saqlab qolish va ularning turmush darajasining pasayishiga yo'l qo'ymaslik. Sizning bugun 1000 so'mga oladigan narsangiz bir yildan keyin 1000 so'mga olmasligi mumkin. Chunki narxlar oshadi. Indeksatsiya aynan mana shu narxlar o'sishini qoplaydi. O'zbekistonda ilgari pensiyalar odatda prezident farmonlari yoki hukumat qarorlari asosida muntazam ravishda yiliga bir necha marotaba oshirilar edi. Bu oshirishlar ko'pincha ma'lum bir foizda pensiya turidan qat'iy nazar barcha pensiyachilarga qo'llanilardi. Masalan, umumiy tarzda pensiyalar 10% ga oshirildi deyilsa, bu barcha pensiyalarga bir xil miqdorda ta'sir qilardi. Bu tizim bir qarashda adolatli ko'rinardi, lekin aslida ba'zi hollarda pensiyachilarning real xarid qobiliyatini to'liq himoya qila olmasdi. Chunki inflyatsiya sur'atlari doim ham e'tiborga olinmasdi yoki yetarli darajada qoplanmasdi. Endi esa 2026 yilga mo'ljallangan eng muhim o'zgarishlarga e'tibor qaratamiz. Bu yilgi indeksatsiya yangi tamoyillar asosida amalga oshirilishi kutilmoqda. Bu esa sizning pensiyangizni hisoblash va oshirish tizimini sezilarli darajada o'zgartiradi. Asosiy o'zgarish shundaki, pensiyalar endi nafaqat inflyatsiya sur'atlari, balki respublikadagi o'rtacha ish haqi o'sish sur'atlari bilan ham bog'liq holda indeksatsiyalanadi. Eng muhimi, bu indeksatsiya mexanizmi avtomatik tarzda, ya'ni hukumatning har yilgi alohida qarorini kutmasdan ishga tushishi kutilmoqda. Bu degani, pensiyalar har yili belgilangan mezonlar asosida mustaqil ravishda qayta ko'rib chiqiladi. Avvalgi tizimda har safar pensiya oshirish uchun yuqori darajadagi qaror kerak bo'lsa, endi bu jarayon avtomatlashtiriladi va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashi kerak. Bu o'zgarish nafaqat pensiya miqdoriga, balki uning hisoblash metodologiyasiga ham ta'sir qiladi. Bu esa har bir pensiyachidan yangi qoidalarni sinchkovlik bilan o'rganishni talab etadi. Birinchi asosiy qo'ysim, nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotir olmasin va kimlarga jiddiy e'tibor kerak? Qadrli do'stlar, keling, endi bu yangi tizimning har bir detalini chuqur o'rganib chiqamiz. Bu sizga pensiyangiz qanday qilib qayta hisoblanishini va o'zgarishlar sizning shaxsiy vaziyatingizga qanday ta'sir qilishini tushunishga yordam beradi. Birinchidan, nimalarni bilish kerak? Yangi indeksatsiya tizimi pensiyalarni har yili avtomatik ravishda qayta baholashni nazarda tutadi. Bu jarayon ikki asosiy ko'rsatkichga asoslanadi: mamlakatdagi inflyatsiya darajasi va o'rtacha ish haqi o'sishi. Tasavvur qiling. Agar bir yilda inflyatsiya 10% ni tashkil etgan bo'lsa va o'rtacha ish haqi 11% ga oshgan bo'lsa, pensiyalarni indeksatsiyalashda aynan shu ko'rsatkichlar hisobga olinadi. Bu degani, pensiya oshirish faqatgina narxlar o'sishini qoplab qolmay, balki fuqarolarning umumiy daromadlari o'sishiga ham mutanosib bo'ladi. Bu pensiya ta'minotining yanada adolatli va hayotiy bo'lishiga xizmat qilishi lozim. Sizning pensiyangiz miqdori endi yanada shaffof va tushunarli formula asosida o'zgaradi. Ikkinchidan, kimlar xavotir olmasin? Aslida yangi indeksatsiya tizimi barcha pensiyachilar uchun foydali bo'lishi kutilmoqda. Agar siz butun umringiz davomida rasman ishlagan bo'lsangiz, barcha ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga to'liq hissa qo'shgan bo'lsangiz, unda siz uchun xavotirlanishga sabab yo'q. Aksincha, sizning pensiyangiz yanada barqaror va adolatli tarzda oshirilishi ta'minlanadi.
Misol uchun Ahmad aka 35 yillik uzluksiz mehnat stajiga ega, har doim rasman ishlagan. O'zining faoliyati davomida barcha ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan. Uning pensiyasi har yili inflyatsiya va o'rtacha ish haqi o'sishiga mos ravishda avtomatik tarzda oshirib boriladi. Uning pensiyasining xarid qobiliyati saqlanib qolishi bilan birga mamlakatdagi umumiy farovonlik o'sishidan ham bahramand bo'ladi. Ahmad aka o'ziga tegishli pensiya miqdori va uning oshish sur'atlari haqida pensiya jamg'armasi sayti yoki mobil ilovada doimiy ma'lumot olib turishi mumkin. Uning misolida agar bir yilda inflyatsiya 12% bo'lib, o'rtacha ish haqi 10 ming takir bazni oshgan bo'lsa, Ahmad akaning pensiyasi aytaylik 2 million so'mdan 2,1 million so'mga taxminan o'ldir oshirilishi kutiladi. Chunki indeksatsiya inflyatsiyadan kam bo'lmasligi va ish haqi o'sishini ham qisman hisobga olishi lozim. Bu uning xarid qobiliyatini nafaqat saqlab qoladi, balki biroz yaxshilaydi ham. Uchinchidan, kimlarga jiddiy e'tibor berish kerak? Mana bu eng muhim savol. Bu o'zgarishlar sizning pensiyangiz miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir necha toifadagi fuqarolarga jiddiy e'tibor talab etadi. Birinchi navbatda bu rasmiy bo'lmagan ish stajiga ega bo'lganlar, ya'ni norasmiy sektorda ishlaganlar yoki mehnat daftarchasida yozilmagan ish joylarida faoliyat olib borganlar. Agar sizning ish stajingiz to'liq rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu yangi indeksatsiya tizimida sizning pensiyangizni hisoblashda kamroq qiymatga ega bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, Dilbar opa 20 yillik rasmiy stajdan keyin yana 10 yil davomida yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan. Lekin bu davrda pensiya jamg'armasiga muntazam badallarni to'liq yoki umuman to'lamagan. Avvalgi tizimda bu staj qisman hisobga olinishi mumkin edi. Lekin yangi qoidalarga ko'ra faqat rasmiy ravishda tasdiqlangan va badallar to'langan ish staji to'liq hajmda hisobga olinadi. Dilbar opaning pensiyasi indeksatsiyalanganda uning 20 yillik rasmiy staji bo'yicha hisoblangan qismi to'liq oshiriladi. Ammo 10 yillik norasmiy staji pensiya miqdoriga ta'sir qilmagani sababli uning pensiyasi Ahmad akaning pensiyasiga nisbatan sezilarli darajada kamroq oshiriladi. Agar Dilbar opaning pensiyasi 28 million so'm bo'lsa, uning oshish miqdori Ahmad akanikiga nisbatan kamroq bo'lib 2,5 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Chunki uning umumiy staji va badallarining sifati past. Ikkinchi toifa bu o'z ish haqlarini konvert olganlar. Ya'ni siz rasman ishga joylashgan bo'lsangiz ham sizning rasmiy ish haqingiz minimal darajada ko'rsatilib, qolgan qismi norasmiy tarzda berilgan bo'lsa, pensiya miqdori sizning rasmiy ish haqingizdan olingan badallar asosida hisoblanadi. Demak, indeksatsiya ham shu rasmiy hisoblangan pensiya miqdoriga nisbatan qo'llaniladi. Sarvar aka rasman 20 yil ishlab, uning rasmiy ish haqi har doim past ko'rsatilgan, haqiqiy daromadining katta qismini konvertda olgan. Pensiya jamg'armasiga uning rasmiy ish haqidan olingan badallar minimal darajada bo'lgani uchun uning dastlabki pensiya miqdori ham past. Yangi indeksatsiya tizimi bu vaziyatni o'zgartirmaydi. Faqat uning rasmiy hisoblangan pensiyasini oshiradi. Agar uning pensiyasi 2,1 million so'm bo'lsa, u ham inflyatsiya va o'rtacha ish haqi o'sishiga ko'ra oshiriladi. Masalan, ilk yili 7 million so'mga yetishi mumkin. Ammo uning pensiyasi Ahmad akanikidan sezilarli darajada kam bo'lib qoladi. Chunki uning badallari kamaydi. Bu esa uning pensiya miqdorining boshqa pensiyachilar kabi sezilarli darajada o'smasligiga olib keladi. Uchinchi toifa bu pensiya ta'minotida ma'lumotlaridagi xatolar yoki nomuvaffiqliklar mavjud bo'lganlar. Mehnat daftarchasidagi xatolar, stajni tasdiqlovchi hujjatlardagi kamchiliklar yoki shaxsiy hisob varaqdagi ma'lumotlarning to'liq emasligi kabi holatlar sizning pensiya miqdoringizni hisoblashda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Yangi avtomatlashtirilgan tizim ma'lumotlarning aniqligiga juda sezgir bo'ladi. Bir paytlar fermada ishlagan, lekin uning mehnat daftarchasiga yozuvlar tartibsiz kiritilgan yoki ayrim davrlardagi ish haqi ma'lumotlari topilmaydigan mavzuni opa misolida ko'ramiz. Uning pensiyasi dastlabki hisob kitoblarda kamroq chiqishi mumkin. Chunki uning stajining bir qismi pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida tasdiqlanmagan. Uning pensiyasi indeksatsiyalanganda ham bu mavjud kamchiliklar tufayli uning pensiyasi to'liq miqdorda oshirilmasligi ehtimoli bor. Masalan, uning pensiyasi ilmida 3 million so'mdan ilmida 5 million so'mga oshishi mumkin. Ammo agar barcha hujjatlari tartibda bo'lganda u ancha yuqori pensiya olishi mumkin edi. Shuningdek, nogironlik pensiyasini oluvchilar ham
bu o'zgarishlardan bexabar qolmasliklari kerak. Ularning pensiyasi ham umumiy qoidalar asosida indeksatsiyalanadi. Ammo ba'zi holatlarda qo'shimcha yordam choralari nazarda tutilishi mumkin. Bu ayniqsa og'ir nogironligi bo'lgan shaxslarga tegishli bo'lishi mumkin. Qaramog'ida boquvchisini yo'qotgan oilalar pensiyasini oluvchilar uchun ham shu qoidalar amal qiladi. Ularning pensiyalari ham umumiy qoidalar asosida oshiriladi. Lekin oilaning tarkibi va qaramog'ida bo'lgan shaxslar soni ham hisobga olinishi mumkin. Bu hollarda ham rasmiy hujjatlar va ma'lumotlarning aniqligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ikkinchi asosiy qisim istisnolar. Tuzoqlar va aniq bo'lmagan nuanslar, qadrli tomoshabinlar, har qanday tizimda bo'lgani kabi pensiya indeksatsiyasining yangi qoidalarida ham istisnolar. E'tiborga olinishi lozim bo'lgan tuzoqlar va ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan noaniq nuanslar mavjud. Bularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Birinchidan, istisnolar. Barcha pensiyalar bir xil qoida asosida indeksatsiyalanadimi? Aksariyat hollarda ha, ammo ba'zi guruhlar uchun maxsus qoidalar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim hollarda, ayniqsa ijtimoiy pensiya oluvchilar uchun indeksatsiya mexanizmi boshqacha bo'lishi mumkin. Ijtimoiy pensiya bu yetarli ish stajiga ega bo'lmagan, lekin yoshi yoki nogironligi tufayli davlat yordamiga muhtoj bo'lgan shaxslarga beriladigan pensiyadir. Ularning pensiyasi ko'pincha minimal miqdorda bo'ladi va u faqat inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirilishi mumkin. O'rtacha ish haqi o'sishi bu toifadagi pensiyalarga to'liq qo'llanmasligi ehtimoli bor. Shu sababli, agar siz ijtimoiy pensiya oluvchisi bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasidan aniqlik kiritishingiz zarur. Ikkinchidan, tuzoqlar. Eng katta tuzoqlardan biri bu pensiya ta'minot to'g'risidagi qonun va pensiya jamg'armasi ma'lumotlaridagi axborot o'rtasidagi farq. Ba'zida sizning mehnat daftarchangizda yoki boshqa hujjatlaringizda ko'rsatilgan ma'lumotlar pensiya jamg'armasining elektron bazasidagi ma'lumotlarga mos kelmasligi mumkin. Bu esa avtomatik indeksatsiya paytida sizning foydangizga ishlamasligi mumkin. Misol uchun siz 1990-yillarda bir korxonada ishlagansiz, lekin o'sha korxonaning ma'lumotlari pensiya jamg'armasi tizimiga to'liq kiritilmagan. Natijada indeksatsiya hisob-kitob qilinayotganda bu davrdagi stajingiz to'liq hisobga olinmasligi mumkin. Bu esa sizning pensiyangiz miqdorining kamroq bo'lishiga olib keladi. Buni oldini olish uchun barcha hujjatlaringizni pensiya jamg'armasi bilan solishtirib chiqishingiz shart. Yana bir tuzoq bu muddatidan oldin pensiyaga chiqqan fuqarolar uchun bo'lishi mumkin. Muddatidan oldin pensiyaga chiqqan shaxslarning pensiya miqdori odatda to'liq stajga ega bo'lganlarnikiga nisbatan kamroq bo'ladi. Indeksatsiya ham shu kamroq miqdorga qo'llaniladi. Shuning uchun agar siz muddatidan oldin pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, pensiyangizni oshirishda umumiy foiz miqdori sizga nisbatan kattaroq summada pensiya oluvchilarga qaraganda kamroq sezilishi mumkin. Bu juda muhim nuansa. Masalan, agar Farhod akaga erta pensiya tayinlangan bo'lib, uning pensiya miqdori 2 million so'm bo'lsa, u indeksatsiyadan keyin 21-31 million so'mga yetishi mumkin. Bu o'sish foizda boshqa pensiyachilarnikiga teng bo'lsa-da, mutlaq qiymati kamroq bo'ladi. Uchinchidan, noaniq nuanslar. Bu yerda biz ko'pincha e'tibor bermaydigan kichik, ammo muhim detallar haqida gapiramiz. 1. Ish staji va ish haqi ma'lumotlarining xorijiy davlatlarda olinganligi. Agar sizning ish stajingizning bir qismi xorijiy davlatda olingan bo'lsa va O'zbekiston o'sha davlat bilan pensiya ta'minoti bo'yicha shartnomaga ega bo'lsa, bu staj ham hisobga olinishi mumkin. Ammo bunday stajni tasdiqlash jarayoni murakkab bo'lishi va qo'shimcha hujjatlarni talab qilishi mumkin. Bu hujjatlar va ularning tarjimalari talabga javob berishi kerak. Agar ular to'g'ri taqdim etilmasa, bu stajingiz hisobga olinmay qolishi mumkin. Ikkinchi, pensionerlarning ixtiyoriy badallari. Ba'zi pensionerlar, ayniqsa yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki o'z-o'zini band qilgan shaxslar, pensiya yoshiga yetganlarida ham pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy badallar to'lashlari mumkin. Bu badallar kelajakda pensiya miqdorini oshirishga xizmat qiladi. Yangi indeksatsiya tizimi bunday badallarning pensiyaga ta'sirini qanday hisobga olishi muhim nuqta. Odatda ixtiyoriy badallar hisobiga oshirilgan pensiya miqdori ham umumiy indeksatsiya qoidalariga bo'ysunadi. Ammo aniq tafsilotlarni pensiya jamg'armasidan bilib olish zarur. O'tib, pensiya miqdorini qayta hisoblashdagi kamchiliklar. Ba'zida pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya miqdorini hisoblashda texnik xatolar yoki ma'lumotlardagi chalkashliklar yuzaga kelishi mumkin.
avtomatlashtirilgan tizimga o'tish bunday xatolar ehtimolini kamaytirishi kutilsa-da, ularni butunlay yo'q qilmaydi. Shuning uchun har bir pensiyachi o'z pensiyasining to'g'ri hisoblanganligini muntazam ravishda tekshirib turishi juda muhimdir. Agar sizga pensiya oshirilgani haqida xabarnoma kelsa va uning miqdori sizning kutganingizdan farq qilsa, zudlik bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak. Ular har bir detalingizni sinchiklab ko'rib chiqish shart. Amaliy maslahat, siz nimalar qilishingiz kerak? Aziz tomoshabinlar, endi eng muhimga o'tamiz. Bu ma'lumotlar asosida siz nimalar qilishingiz kerak? Sizning shaxsiy harakatlaringiz pensiyangizning kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Quyidagi bosqichma-bosqich ko'rsatmalar sizga yordam beradi. Birinchi qadam, joriy pensiya ma'lumotlaringizni tekshiring. Sizning birinchi vazifangiz o'zingizning joriy pensiya ma'lumotlaringizni, ayniqsa ish stajingiz va pensiya jamg'armasiga to'lagan badallaringiz haqidagi ma'lumotlarni sinchiklab ko'rib chiqishdir. Bu ma'lumotlarni siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyPongoKopuz orqali elektron shaklda olishingiz mumkin. Shuningdek, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qilib, o'z shaxsiy hisobvarag'ingiz haqida ma'lumotni olishingiz mumkin. Bu ma'lumotnomada sizning barcha rasmiy ish stajingiz, pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan badallar miqdori va pensiyangizni hisoblashda asos bo'lgan ish haqi ma'lumotlari aks ettirilgan bo'ladi. Agar ushbu ma'lumotlarda biron bir nomuvofiqlik, xato yoki yetishmovchilik bo'lsa, zudlik bilan ikkinchi qadamga o'ting. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni va boshqa hujjatlarni tartibga keltiring. Agar sizning ish stajingizga oid ma'lumotlarda yoki ish haqingizni tasdiqlovchi hujjatlarda kamchiliklar mavjud bo'lsa, ularni to'g'rilashga harakat qiling. Masalan, mehnat daftarchangizdagi xato yozuvlarni to'g'rilash uchun siz avvalgi ish joyingizga, agar u hali mavjud bo'lsa, murojaat qilishingiz kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxiviga yoki viloyat, shahar davlat arxiviga murojaat qilishingiz mumkin. Ish haqingizni tasdiqlovchi ma'lumotlar bo'yicha ham xuddi shunday. Agar sizning ish stajingiz norasmiy bo'lgan davrlar mavjud bo'lsa, ammo siz o'sha davrlarda o'z-o'zini band qilgan yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan bo'lsangiz va o'sha paytlarda ixtiyoriy badallarni to'lagan bo'lsangiz, bu to'lovlarni tasdiqlovchi barcha hujjatlarni yig'ing. Bunday holatda sizning pensiya jamg'armasiga to'lagan badallaringiz to'g'risidagi kvitansiyalar yoki bank to'lov hujjatlari juda muhim ahamiyatga ega. Ba'zan sud orqali ham stajni tasdiqlash mumkin, ammo bu murakkabroq jarayon. Hujjatlaringizning har bir varaqasini skanerlab, elektron nusxasini saqlab qo'yishni maslahat beraman. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Barcha kerakli hujjatlarni tayyorlab bo'lganingizdan so'ng, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerda mutaxassislarga o'zingizning vaziyatingizni tushuntiring va mavjud ma'lumotlardagi nomuvofiqliklar bo'yicha yordam so'rang. Siz yozma ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Arizada quyidagilarni ko'rsating. Ism sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz va manzilingiz. 2. Pensiyangizning joriy miqdori va uning hisob-kitobi bo'yicha savollaringiz. 3. Aniqlangan nomuvofiqliklar yoki kamchiliklar, masalan, hisobga olinmagan ish staji davri, noto'g'ri ko'rsatilgan ish haqi, mavjud bo'lgan barcha tasdiqlovchi hujjatlarning ro'yxati, mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxivdan olingan ma'lumotnomalar, to'lov kvitansiyalari va boshqalar. 5. Pensiyangizni qayta hisoblash yoki ma'lumotlarni to'g'rilashni so'rab murojaat. Arizaning 2 nusxasini tayyorlab, bir nusxasini pensiya jamg'armasi xodimiga topshiring va ikkinchi nusxasiga qabul qilib olinganligi haqida belgi, shtamp va imzo qo'yishini so'rang. Bu sizning murojaatingiz rasmiy ravishda qabul qilinganligini tasdiqlaydi. 4. qadam, qarorni kuting va zarur bo'lganida qayta murojaat qiling. Pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqish uchun ma'lum bir muddatga ega bo'ladi, odatda 70 kun. Bu muddat ichida sizga yozma javob berish kerak. Agar sizga berilgan javob qoniqarli bo'lmasa yoki muammo hal etilmasa, siz yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining markaziy apparatiga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Har bir bosqichda hujjatlarni saqlab qo'yishni unutmang. 5. qadam. Pensiya hisob varag'ingizni muntazam ravishda kuzatib boring. Hatto barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa ham, pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisob varag'ingizni muntazam tekshirib turish muhimdir.
yangi indeksatsiya tizimi avtomatik bo'lgani uchun u ma'lumotlar bazasidagi aniq ma'lumotlarga tayanadi. Har yili indeksatsiya amalga oshirilgandan so'ng pensiyangiz miqdorining qanday o'zgarganini tekshiring. Agar biron bir kutilmagan vaziyat yuzaga kelsa, tezda reaksiya qilib tushuntirish talab qiling. Sizning faolligingiz va diqqatingiz bu sizning pensiyangizni himoya qilishning eng yaxshi usuli. Xulosa qilib aytganda, yangi indeksatsiya tizimi pensiya ta'minotida katta qadam bo'lib, shaffoflik va adolatni oshirishga qaratilgan. Biroq bu o'zgarishlardan to'liq foydalanish uchun sizning shaxsiy ishtirokingiz va mas'uliyatingiz talab etiladi. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'ling va o'z huquqlaringizni biling. Xulosa, yakuniy chaqiruv qadrli do'stlar. Bugun biz 2026 yildagi pensiya indeksatsiyasining yangi detallari haqida juda muhim va batafsil ma'lumotlarni ko'rib chiqdik. Bu o'zgarishlar sizning kelajakdagi pensiyangizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkinligini tushunib yetdingiz degan umiddaman. Yangi tizim avtomatik va shaffof bo'lsa-da, sizning shaxsiy e'tiboringiz va harakatingiz pensiyangizning adolatli hisoblanishini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Hujjatlaringizni tartibga keltirish, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish va o'z huquqlaringizni bilish bu sizning farovonligingizga yo'l. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Iltimos, o'z fikr-mulohazalaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning izohlaringiz biz uchun juda qimmatli. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelgusida ham sizga shunga o'xshash muhim va amaliy ma'lumotlarni taqdim eta olamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha